Amir Avtosavdoda arzonga yaxshi Cobalt ib bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 2017-yil 1-yevro pozitsiyasi bo'ladi. Konditsioner, ABS'lari bor. 263 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashina juda chiroyli holatda turibdi. 4-pozitsiya avtomat Cobalt disklarini qo'yilgan 4 ta yaxshi balonda turibdi. Kraska holatlariga kelsak, 3 ta krelosida, 2 ta orqa, bitta old krelosida kichkina yarim qadishdan petnos bor ekan. Salonlarni ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratni, yaxshi qarab haydalgan mashina ekan. Qimmat yaxshi qo'lidan ko'ylaklar tashab qo'yilgan, torpeda, apshikalar ham urinib qolmagan. Mashinaning tashqi ko'rinishida qirilgan, chizilgan joylar umuman yo'q. Juda chiroyli holatda turibdi. Mashinamizda propan gazda 4-pokoleniya tabletka qurilma qo'yilgan ekan. Motor, korobka, ходовойlarda hech qanaqa ishi yo'q. Xudo xolasa olasizlar, minasizlar. Bu mashinamizni egalar bilan narxini tortishib, sizlar olib maza qilib haydashingiz uchun $7550 ga tushirib qo'ydi. Egalar nomerini